Hammaga salom qizlar, bugun sizlar bilan yana men. Bugungi videoda sizlar mendan so'raydigan, har doim kutadigan videolarni olmoqchiman. Ya'ni uborka videosini olmoqchiman. Sizlar mendan rosa ham ko'p so'raysizlar. Bilaman, anchadan beri uborka videolari chiqara olmadim. O'sha uborka videosini olmoqchiman. Xudo xolasa generalniy uborka qilib uylarimni tozalab chiqamiz va обязательно videoni boshlashimdan oldin sizlarga aytadigan bir ikkita gaplarim bor. Xullas, biz avgustning oxirigacha 5 mingta bo'lsak, ukam menga lampa beradi va bizning videolarimiz yana ham качественныйroq chiqishiga yordam beradi. Buni alohida qilib shortsga video qo'ydim. Jurnalimga 90 tadan oshiq qizlar podpiska bo'ldi. Hammangizga kattakon rahmat. Men bilan zerikmaysizlar. Обязательно harakat qilaman har kuni video chiqarishga. Meni kanalimda agar yangi bo'lsanglar, hozir kirib turgan bo'lsanglar, meni kanalimda ko'proq lifestyle, vloglar, get ready with me'lar, uborkalar va har xil shunga o'xshash makiyajlar. Agar sizlarga shunaqa videolar yoqadigan bo'lsa, meni kanalimga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosib qo'yish ham esingizdan chiqmasin, chunki mana shu videoni tagida kamida 500 ta like yig'ilsa, men bu videoni yana bitta qismini uborka videosini chiqaraman yana bitta. O'shaning uchun ham обязательно videoga like bosib qo'ying va meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Meni qo'llab-quvvatlayotgan qizlar uchun hammangizga kattakon rahmat. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman va sizlar uchun shunaqa to'xtamasdan harakat qilib videolar olaman. И, конечно, ertaga biz dachaga ketamiz. Sizlarga o'sha yerdan ham vloglar olmoqchiman. O'shaning uchun обязательно meni kanalimga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Unda videomizni boshladik. Xullas qizlar, sizlarga bir nimalarni gapirib, videoni ham boshlab oldim. Birinchi bo'lib turib, makiyajimni yuvib olishim kerak, chunki hozir pades supurishga chiqmoqchiman. O'zi bugun uborka videosini olsam, o'zim ham pades supurib chiqaman dedim. Keyin onam ham aytib ketdilar, pades supurib qo'ygin deb, xo'p dedim deb. Keyin makiyajimni yuvib oldim, chunki padezdagilar qo'rqib ketmasin, to'g'rimi qizlar, meni ko'rib. Shunaqa qilib, qaranglar, oppoqqina musaffoligini his qilib, men yuzimni yuvib oldim, top-toza bo'ldi yuzim. Keyin bo'lsa, salfetka bilan artib oldim. Oxirgi paytlar salfetka bilan artamiz yuzimizni, chunki sochiqda ko'p mikrob bo'lar ekan, o'shaning uchun ham salfetka bilan artamiz. Vot qizlar, shunaqa qilib makiyajimni yuvib oldim va qo'limga spirgimni olib pades supurishga chiqib ketdim. Tez meni vaqtib tashlaylik, chunki bugun sizlarga uborka videosini olmayman. Anchadan beri o'z sizlarga uborka videosini olmay qo'yuvdim va mana bugunga nasib qilgan ekan. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddaman. Yoqsa albatta menga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish ham esingizdan chiqmasin qizlar. Vot qizlar, shunaqa qilib yarmini supurib oldim. Tavba qildim, padezda toshlar yig'ilib yotibdi-da. Kim padezga tosh olib kiradi bilmayman, balki bolalar o'ynab olib chiqqandir, olib kirgandir padezga toshlarni, lekin вообще ko'p tosh chiqdi. Shunaqa qilib ikkinchi etajgacha supurdim-da, shuni tashlab ketaversam ekan deb o'ylab turdim. Ichimda yo'q, qo'y supurib olib kirib ket, hozir gapirishadi dedim-da. Keyin hammasini supurib, tozalab olib kirib ketdim. Вообще shamol bo'lyotdi, lekin shuni eshikni ochganda qaranglar, dahshat shamol bo'ldi. Keyin bo'lsa oshxonaga navbat dedim-da, oshxonadan uborkamni boshladim. Birinchi bo'lib turib, mana shu idish qo'yadigan sushilkani idishlarini bo'shatib, idishlarini joylashtirib oldim, chunki mana shu sushilkadagi idishlar meni yomon anaqa kayfiyatimni bug'adi-da. Tavba qildim, oshxonaga chiqqanda birinchi o'rinda mana shu sushilka toza turmasa, menga oshxonani tozaligi ham bilinmaydi. Undan keyin bo'lsa gaz ustlarini bo'shatib, tozalab, ustiga mana bunaqa sredstvo sepib qo'ydim va yopib qo'ydim, ozgincha tursin buni. Keyin qilaman, tozalayman dedim-da, boshqa ishlarimni qilib olay deb stol ustlarini, dasturxonlarni yig'ishni boshladim. Boya ertalab choy ichganda tayyorlagandim. O'zim ichim kelmagandi, shunaqa qilib tayyorlagandim, yig'ishtirib oldim bularni hammasini. Keyin bo'lsa stol ustlarini artib, tozalab qo'ydim. Undan keyin bo'lsa, mana bu o'rtadagi balkonimiz bilan oshxonani o'rtasidagi joyni ham yig'ishtirib oldim va xolodilnikni bo'shatishni boshladim. Nimaga yana xolodilnikni bo'shatib tozalayapman? Chunki orqasida ozgincha muzlar yig'ilib qolibdi-da. O'tgan safar juda ham katta muz bo'lib ketgancha yuravergandik-da. Tozalamasdan tozalagandik, muzini eritib tozalamagandik-da. Keyin ishonasizlarmi, bir kun vaqtim xolodilnik tozalashga ketdi. O'shandan keyin tavbamga tayandim. Endi tez mana shunaqa qilib kam muz bo'lsa ham tozalab turmoqchiman. Shunaqa qilib hamma narsalarni chiqarib tashladim, go'shtlarni, boshqa narsalarni xolodilnik bilan morozilik tozaladim-da, bo'shatib, eshigidagi narsalarni olmadim-ku, lekin qo'ygan ichidagi narsalarni oldim, chunki eshiklarini, qo'ygan narsalarni yaqindagina artganmiz. Undan keyin bo'lsa, men bu mikrovolnovkani qaranglar, olmoqchi bo'lganimni o'zimcha ko'tarib tura olaman deb o'yladim-da, to'g'rimi? Shuni orqasida edi, anaqa xolodilnik to'ki o'shani ham sug'urdim-da, keyin bo'lsa kir mashinaga kirlarni solib qo'ydim. Xolodilnikda muzi eriguncha bu yoqdagi ishlarimni qilib turaman dedim-da, kir mashinaga kirni soldim va onamning xonalaridan yana uborkani boshladim. Birinchi bo'lib turib oynalarni yopdim va onamning joylarini to'g'irlab qo'ydim. Plastina pododyanliklarni yaqindan almashtirib berdim o'zi, o'shaning uchun ham
almashtirishga hojat yo'q. O'z uylarimiz ham unaqa tozalashga moyil, ya'ni juda ham to'zib ketmagandi, почти toza edi, но baribir ham уборка videosini olgim kelgani uchun shu toza uyimizni ham yig'ishtirdim deya qizilib. Shunaqa qilib keyin etiketini oldim, yig'ishtirdim va sipirilganda, kechagina sipirilgani uchun qo'limda ruchnoy pilisos bilan tozalab chiqdim. Undan keyin bo'lsa xonamizga o'tdim. Xonamizni ham oynalarini yopib, jalyuzilarini tushirib, men bu yerda sizlarga video olsam, har bitta olgan videomdan keyin makiyaj video olsam shunaqa ahvolga kelib qoladi stolim. Keyin bo'lsa bularni ham hammasini bir chekkadan akkuratni qilib, hammasini joy-joyiga solib, yig'ishtirib oldim. Ko'rasizlarmi? Hammasini alohida idishlarga qilib qo'yganman. Korobka, baklashka bir baloladek xullas. Organizerim yo'q. Shunaqa qilib, keyin bo'lsa tepadagi shkaflarni ham yig'ishtirib oldim. Men bu yerda mana duxiylar kolleksiyam bor. Undan keyin bo'lsa, men bu hamma narsani kravatimga tashladim-da, bir chekkadan kiyimlarni, joynamozlarni, yana bir nimalarni, xullas prasina podajanliklarni taxlab oldim. Ko'rasizlarmi? Bu joyini qirqib tashlasam ham bo'lar ekan, lekin qirqmayapman. Endi gapirishim kerak, bir nimani gapirib turishim kerak, xullas. Keyin bo'lsa bularni hammasini bir chekkadan joylashtirib tashladim. Undan keyin bo'lsa sinimni ham joylarini to'g'irlab oldim. Ertalab to'g'irlamasdan ketgan u ham shunaqa qilib to'zib yotdi o'shaning uchun ham. Keyin bo'lsa stolni to'g'irlab, bu yoqni ham ruchnoy pilisos bilan tozalab chiqdim. Nimaga yana bu yoqni ham shunaqa tozalayapman? Chunki kechagina sipirilgan, hamma xonalar sipirilgan. O'shaning uchun sipirib o'tirmadim. Faqat ruchnoy pilisos bilan tozaladim. Undan keyin bo'lsa navbat zalga keldi. Zaldagi susholkadagi kiyimlarni hammasini yerga tashlab yubordim deb bir chekkadan taxlashga boshladim qizlar. Men shunaqa odatim bor. Bironta ish qilsam, biror xonani yig'ishtirsam, tepadagi narsalar bo'ladi-yu, o'shani hammasini pastga tashlayman, keyin pastda bir chekkadan yig'ishtirib o'tiraman. Tepadagi narsalarni anaqa qilib olib yig'ishtirsam, juda ham yuragim siqilib ketadi-da, qanaqadir toza bo'lganini ham his qilmayman. O'shaning uchun hamma narsani yerga tashlab olsam, ko'rasizlarmi, bir pastda tezda yig'ishtirib oldim. Ko'rasizlarmi? O'zimga ham qanaqadir tez bo'lgandek tuyulaman-da, hamma narsani yerga tashlab olib qilsam. Xullas keyin mana shunaqa qilib prasina, podajanlik, bu yoqda dasturxonlar, kiyimlar hammasini taxlab oldim. Undan keyin bo'lsa hammasini bir chekkadan olib borib joylashtirib keldim shkaflarga, o'zimiznikini o'zimizga, onamnikini onamnikiga. Yana xullas bu yoqda yana bir nimalar yotuvdi. Ularni ham bir chekkadan oldim. Bu yoqda konditsioner pultini tiqib olib qo'ydim paxta bilan. Undan keyin bo'lsa qarasam, o'sha xolodilnikni muzi erib qolibdi. Sekin pichoq bilan olishga harakat qildim. Ko'rasizlarmi? Qo'rqmanglar, xolodilnigimga tiqib olganim yo'q pichoqni. Faqatgina shunaqa qilib qorlarini, muzlarini pastga tushirdim. Bu o'zi o'sha aytdim-ku sizlarga, bir kuncha vaqtimiz ketdi-da. O'zi ham вообще siyamiz bo'lib ketgandi muzi. Keyin bo'lsa balkonni yig'ishtirishga o'tdim. Balkonimizga shunaqa jalyuzi qo'yganmiz, sizlarga maqtanib o'tib ketdik buni ham. Shunaqa qilib jalyuzilarni yopib qo'ydim va ukamni joyini to'g'irlashni boshladim. Bu yoqda bilmayman nimaga damashni tapichga turibdi. Xullas keyin joylarini to'g'irlab, tozalab qo'ydim. Ukamni faqatgina mana shu prasina podajanligida yotar ekanda qizlar. Ukam ko'pincha uyda bo'lmagani uchun yozgi kanikulda yo'qligida yuvib tozalab yana solib qo'yaman-da. O'shaning uchun faqat shu turadi ko'pincha. Undan keyin bo'lsa men bu podval deyman, xullas tapchani tagida o'shani ochdimda hamma bankalarni, ko'plarini solib tashladim. O'zi bu yoqdagi qolganlarini ham solib tashlasam bo'lardi, просто sig'madi ham. Qolganini kerak bo'lib qolsa deb olib qo'ydim va bu yoqda shunaqa qotgan nonlarni to'g'rab qo'yganmiz non palov qilishga. Ularni ham bitta idishga solib qo'ydim-da, bu yoqda chelakni olib hammasini to'g'irlab, undan keyin bo'lsa balkonimizni bir sidra sipirib chiqdim va pollarini ham artib oldim. Balkon bilan oshxonani polini kamdan-kam artayotganimiz uchun onam oshxonaga anavni gilamini solib qo'yinglar dedi. O'shaning uchun solib qo'ydik. Atak gilami bilan juda ham chiroyli bo'ldi oshxonamiz. Menga yoqdi. No, o'zimiz solgim kelmayotdi. Xullas keyin sekin pastlarini ham yig'ishtirishni boshladim. Men bu ortiqcha narsalarni olib qo'ydim va bu yoqda qaymoq qolib ketgan ekan, boya joylashtirganimdan keyin o'shani ham olib qo'ydim va pastini ham shunaqa qilib sipirib oldim. Top-toza bo'ldi qizlar. O'zi bu yoqni ham balkonni ham kecha sipirgandim, musorni olish esimdan chiqib ketdi. U yana to'zib, hamma joy yana musor bo'lib ketgandi. O'shaning uchun yana bir sidra sipirib, pollarini artib oldim. Undan keyin bo'lsa oshxonamni gazlarini yuvib boshqa qildim. Ularni videoga olmabman qizlar. Undan keyin bo'lsa shunaqa qilib oshxona pollarni bu yoqda savatchani bo'shatib qo'ydim.
yoqda koridorlarni changlarini artib oldim. Xullas shunaqa qilib mani uborkam ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan eng mazza joyiga keldik. Qaranglar. Shunaqa qilib yig'ishtirib bo'lganinglardan keyin hamma joyga termulib o'tirish boshqacha kayf beradi, qizlar. Shunaqa qilib mani uborkam tugadi. Qarasam o'zim bir ahvol bo'lib qolibman. O'shaning uchun 1, 2, 3 dedimda shundagina top-toza oppoqqina qiz bo'lib oldim. Va shu bilan videomiz o'z oxiriga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sizlarni yaxshi ko'raman.